Rasvo bo'lib yotibdi, mana kelib xabarlarni ko'rishlaringiz ham mumkin. Aholimizning ayrim qismini farzandlari mana shu maktabimizda o'qishadi, ya'ni 2 kilometr yo'l yurib, mana shu yo'llardan qiyinchiliklar bilan yog'ingarchilik bo'lgan kunlari juda qiynalishadi maktabga qatnashga. Ushbu video murojaatimiz hech qanaqangi tashkilotga yoki yuqoridagi mutasaddilarga yomonlash maqsadida shikoyat bilan chiqqanimiz yo'q. Aksincha, bir aholi, ya'ni qishloq aholisining iltimosi bilan chiqyapmiz. Ya'ni Jomboy tumani Qoramoy mahallasida M39 magistral yo'li bilan qishloq ichidan zaxiradagi yo'lni tutashtirib beruvchi, ya'ni 30 va N18 qatnov yo'lini ta'mir holatiga keltirib berishlaringiz, ya'ni asfalt qilib berishlaringiz uchun iltimos bilan chiqyapmiz. Bu yo'llarimiz ancha yamallar ko'payib, avtomobil qatnovlariga qiyin bo'lib qolgan. Hattoki yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, maktab o'quvchilari ham 2 kilometr yo'l bosib maktabga qatnaydi. Hattoki mashinalar yo'lda suv sachratib, loy sachratadigan darajalar bo'lib qoladi. Balki bu yo'llarimiz yuqoridagi mutasaddilarning nazaridan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Ushbu video murojaatimiz orqali tegishli insonlarga yetib borsa, bizning aholimizga ham ancha yengillik bo'lib, ko'chalarimiz asfalt bo'lib qolsa, juda qishloq aholisi minnatdor bo'lardi, xursand bo'lardi. Mana shu yo'llarimizni aholini ko'pirishlar. Mana bu o'quvchilarimiz, tibbiyot yordamlari, boshqalar hammasi bizlarga qiyin masalalarda yotdi. Bu kelishi ham qiyin. Farzandlar, nevara-chevarlarimiz mana masalaga boradi, yarmi suv otadi. Bu yoq rasvo bo'lib yotibdi, mana kelib xabarlarni ko'rishlaringiz ham mumkin. Ko'chalarni mana shu asfaltlab tayyorlab berishlaringizni iltimos qilamiz. Tegishli insonlarni ana shu kommentariyada belgilab ketishlaringizni, bizlarni mana shu qishloq ichidan o'tgan 6 kilometr yo'l qatnov qismini ta'mirlab berishlarini iltimos qilib qolardik.